Bitta narsaga tushunmayman-da. Mana shu mahalla. Ikkita, uchta mashina sig'adi. Bog'i endi qarani zinani. 85 ta zina bor ekan. 85 ta zina ertalab chiqilsa, kechqurunga yetib boriladi. Kechqurun og'ir harakat qilinsa, ertalabga yetib kelinadi o zina. Nima keragi bor shunchalik zinani, ha voy. Bir 85 ta ham zina qiladimi, ha? Kim qilgan bo'lsa ham mana shuncha zinani qilib pulini olganda, puliga uchganda, puliga bor-ku. Ikkita dona yo 3 ta dona zina qoldirib, ag'in tekis qilib bekitib olsin, nima keragi bor? Mana turib odamlar o'ralab chiqadigan bo'lsa, zina odamni charchatadi bor-ku. Qiyin. Mana 2 marta tushib chiqib o'zi masalam hal bo'ldi. Zinani qilgan, mana trubalariga olgan, betoniga olgan, siminiga olgan, mehnatiga olgan, pul uvol qilishda bu. Yaxshi emas-da, uvol qilmaslik kerak-da. Bunaqa qilmaslik kerak-da. Kim qilgan bo'lsa ham bilmayman nima to'g'ri ish qilganmi, noto'g'ri ish qilganmi. Avvalambor tinchmi? Sog'lik yaxshimi? Maza yaxshimi?